Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum musulmon birodarlar. Falayda gardishi bilan deganda aylanib mana Misrga kelib qolibman. Misrda ko'chalarini ko'rdik. Boylar yashayotgan joy juda yarqiragan, juda zo'r ekan. Kambag'allar yashayotgan joy hamma axlatxona bilan itxona ekan. Itlar juda ko'p ekan. Katta etmez, kichkina. Ko'p qanjiq itlar ekan. Ko'chada yursang hech odamga hurmaydi. Keyin bir mar ko'chada ketayotgandim, qo'qqisdan orqamda turgan 5-6 ta it yurib men tomonga qarab yuraverdi. Menga kelyaptim desam, yo'q, narigi mahalladan kelgan it bor ekan. Ular ham ular narigi mahallaning iti, bular bu mahallaning ekanda, shunga unga qarshi chiqib ketib urushyapti ekan. Ularda ham o'zini vatani bor ekan, qarang. Katta shaharni bo'lib olibdi. Mana u haligini ko'rib bir narsa esimga tushib ketdi. Bular ham bo'lishyapti-da. O'zini vatani bor ekanda. Vatan himoyasi uchun chiqyapti ekanda. Dedimda, keyin qarasam, mana u bizni 57 ta musulmon prezidentlar o'shanaqa 57 ta top itga o'xshagan. Uni hech farqi yo'q ekan. Nimaga deganda? Hali itlar chegarasini buzib kelgan itlarga shunaqa qattiq tashlanyapti. Odamlarga hech narsa demayapti. Nimaga deganda odamlar bu yerda xo'jayinda. Shuning uchun bilishar ekan, xo'jayinga tegib qo'ysak bo'lmaydi deb. Bizni mana 57 ta davlatni itga o'xshatishmas, itliginlarda, it ekanda asl. Ular Allohning bergan yerini biz musulmonlarga xuddi itlarga o'xshab bo'lib olishdi. Mana bizni chegarada o'tiradigan bo'lsang, senga qarshi otamiz deb, hali tashrif aytdi. Shu tomondan kelganda avtomat bilan otinglar deb. Ularda ham kattasi aytgan ekanda, Mashadan kelgan itlarni qaytarib nima talaylar. Bu bizni vatanga bostirib kelyapti deb. Yo'q deysizlar, mana qaranglar. Qirg'iziston bilan Tojikiston 2 marta urushdi. Ikkovi ham musulmon. O'sha urushdan 2 pullik foyda chiqqan yo'q. Ikkovi tomon ham bir-biridan bir qarash yer olgani yo'q. Lekin ular xuddi o'sha itga o'xshagani uchun tevada xo'jayini bor. Itlar bo'lgani uchun xo'jayini buyruq bir-biri bilan urushdi. Endi mana bu yana qayerda urush bo'ldi? Tojikiston bilan Qirg'iziston urushgan bo'lsa, Iroq bilan Eron urushgan. 1 million odam o'lgan. Ikkalasi ham bir marta kofirga qarshi urushgan emas. Yonida urushayman desa, Izrael turibdi. Yana kim bilan kim urushdi? Mana bu Qirg'iz Tojik urushi 2 marta bo'ldi. Eron bilan urushdi nima? Mana bu Eron bilan Iroq. Keyin Iroq Kuvaytga bostirib kirgan. Qaranglar, Kuvayt bilan urushdi. Xuddi ular ikkovi bitta davlat. Nimasi o'zi, nima deb xuddi tashkilotlarga o'xshab bo'lib olishganda. Mana hozir Sudanda o'sha itlarga o'xshab bular bo'lolmay qolgan ekan. O'sha bitta vatanda yashaylik deganida har itlar ikkiga bo'linishyapti. Bir-birini o'ldiryapti. Yana bunaqa urush mana Afg'oniston bilan mana Pokiston ham shunaqa itlardan ekan, qarang. Bir-birini qirishyapti. Kulishmas, bu yerda yig'lash kerak, yig'lash. Endi men o'xshatganim uchun kulib qo'ydim. Bo'lmasa o'sha yerda bitta uyga bomba tushgan ekan, 11 ta yosh bola. Yo'q, 9 ta ekan, yosh bola, bitta ayol. Hammasi bosib kuyib ketib o'libdi. Asha Pokiston bilan Afg'oniston, Eron, Iroq, Qirg'iziston, Tojikiston, Sudan nimaga kelib Isroil bilan urushmaydi desang, bu Isroillar bizga o'xshagan odam ekan. Ya'ni ular odam ekan. Biz hali musulmonlar bo'lsa, o'shalarning iti ekanmiz. To'ppa-to'g'rida. O'shalarda iti bo'lmasa, nimaga shu mana bu Isroil
G'azoga hujum qilib 100 mingdan ortiq musulmonni o'ldirdi. 200 mingdan ortig'ini yarador qildi. Bir 20-30 mingini majruh qildi. Qo'li yo'q, oyog'i yo'q. Nimaga u yoqqa bormayapti? Sababi ular it bilan urushadi deyapti. Bu Izrail, Amerika, boshqalar ular deyapti, u odam deyapti. Ular tishlasak bo'lmaydi. Bizni yo'q tashlaydi deyapti. Yo noto'g'rimi? Aytinglarchi. Shunaqa bo'lib, hali bu itlar yana ko'p urishi mumkin. Mana yaqinda Qirg'iziston, O'zbekiston chegarasida o'sha it urushib ketib, ikkita, uchtasi o'ldi. Ungacha necha marta chegarada shunaqa Qirg'iziston, O'zbekiston chegarasida, Tojikiston, O'zbekiston chegarasida qanchalar o'ldi ashada. Ular odam edi, itdek o'ldi. Itni otgandek otib tashlashdi. Tojikiston ham ba'zani o'zi berib qo'ygan nimaga, Rossiyaga. Musulmonlar davlatlarida hammasida, Kuvaytda, nima, Qatarda, Bahrayn, hammasida Amerikaning bazalari bor. O'shalarga ularni odam deb hisoblaydi. O'sha arab mamlakatining podshohlari ham bir-birini it deb qo'ygani uchun mana itdek urushaveradi. Mana u nimada Falastinda ham qancha o'zi o'sha musulmonlar bir-biri bilan jang qilgan. Nima mana Iroqda ham nima Suriyada olaylik. Qancha jang qilishdi bir musulmon bilan. Nima uchun shuni Yahudga qarshi urushmadi? Ana Ashshoriymi, Shariymi, Xudo urgan bir nima deydi, bir sharmanda o'sha yerda Suriyani egalladi. Nimaga endi bu nimaga Izrailga jang qilmayapti? Ko'rdinglarmi? U ham it ekanmi? Endi boshqacha bo'lsa, o'zingizlar aytinglar, gapingiz yolg'on deylar. Meni gapimga mana kommentariyada aytib qo'yar, javob berib qo'yarsizlar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.